Qo'y go'shti o'ralmasi tayyorlash usuli. Bu xil usulda oilada cho'qim bir qatim sinab baqsanglar bo'ldi. Intayin oson. Buningda birinchi bo'lib biz xamirni yo'g'irib olamiz. Ozroq qilib tuz aralashtirib yo'g'irsanglar bo'ldi. Yo'g'irib qo'yib qo'ygandan keyin shu tarxamakni tayyorlaymiz qalamcha holatida. Undan keyin savzini qalamcha holatida tayyorlaymiz. Undan keyin to'xov go'shtini ham shunda qalamcha holatida kesib tayyorlab, eng oxirida shu xamirimizni ochimiz. Qaranglar. Bu shaklda xamirimizni avval kesib olamiz. Jumla holatda. Undan keyin qo'limizda işte zo'l qilamiz. Qaranglar jumla holatga olib kelib, undan keyin ustini ozroq maylaymiz. Maylab bo'lib buni taxsi holatda yeyitib, juqa holatda etib olamiz. Undan keyin qozonni qizitib, maylab, buni ikki tarafi qizargacha holatda pishiramiz. Lekin bek ko'ydirasanglar bo'lmaydi buni juqa bo'lgandan. Undan keyin to'xov go'shtini kraxmalini ochilab, undan keyin mayda mushkil holatda pishirib elib olamiz. Keyindan yana buni mayda qizartib pishirasanglar. Pishgan xamirning ustiga temyanjan surkaymiz. Undan keyin shansayni qo'yamiz, ya'ni yeşil sayni. Undan keyin tayyor holatga pishgan to'xov go'shtimizni ham tizimiz. Tarxamay savzlarni silib, to'xov go'shtlarimizni hammasini ratlik holatda sepib bo'lgandan keyin o'raymiz. Qaranglar, mushkil holatda cho'giltib turib, o'rab bo'lib, hayday bilan chigib qo'ysak ham bo'ladi. Mushkil holatda hammasini tayyorlab, undan keyin iste'mol qilishga boshlasak bo'ldi, xonim qizlar. Endi buni cho'qim oilda bir qatim o'zinglar qo'l silib, etib yiqishinglarni umid qilaman. Darsimiz tamom.